Diqqat 27-noyabr kuni uchun oltin quymalarning sotuv narxlari e'lon qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Yurtimizda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlardan doimo birinchilardan bo'lib xabardor bo'lib turishni xohlasangiz, kanalimizga hoziroq podpisatsiya tugmachalarini bosib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib qoldirishni ham unutmang. O'zbekiston Markaziy banki tomonidan o'lchovli oltin quymalarning 27-noyabrdagi sotuv narxlarini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 gram oltin narxi oldingi qiymatga nisbatan 12.800 so'mga pasaygan. O'lchovli oltin quymalarning narxlari quyidagicha: 5 gramli 8.214.000 so'm, 10 gramli 16.428.000 so'm, 20 gramli 32.856.000 so'm, 50 gramli 82.141.000 so'm, 100 gramlik 164.282.000 so'm. O'lchovli oltin quymalarni O'zbekistondagi barcha banklarning ofislaridan xarid qilish mumkin. Eslatma uchun, bank ofisiga borishdan oldin oltin quymalar mavjudligini aniqlashtirib olish yodingizdan chiqmasin. Oltin narxi jadal sur'atda oshib borayotganligi sababli sotuvlarning hajmi ham ortgan. Ko'plab bank ofislarida oltin quymalarning tugab qolishi ehtimoli mavjud deyilgan xabarda. Hurmatli tomoshabin, kanalimizga podpisatsiya bo'lib qo'yishni unutmang. Kanalimizni doimo kuzatib borishda davom eting. Biz sizlarga eng dolzarb va muhim xabarlardan doimo birinchilardan bo'lib xabardor qilamiz.